Dersimizni boshlaymiz, hurmatli vatandosh. Bugun Chiztaq 2022 yil 11 ayning 25-kuni. Andiki mavzumunda Birleşken Devletler Teşkilatı Cungo hükümetinin mustamlik Uyg'uristonda, yani Şinjan'da nazarband qilingan Uyg'urlarni türmeden koyup berişiga ve toluqlama berip qutquzuş ve төлем төлashga haydakchilik qildi. Mavzuli xabar 11 ayning 24-kuni Vanvitor betida e'lon qilindi. Xabar mundaq boshlandi. Unutib qolishda avval mushahada deviti 11 ayning 24-kuni Birleşken Devletler Teşkilatı'nın Qonunchilik Komiteti nazarband qilingan Uyg'urlarni qo'yib bersan Cungo hükümeti. Olaga toluqlama, yani nafaqa, yani төлем төлeysen Cungo hükümeti deb uqtirish chiqargan edi. Shuningdek keyin Urumchida o't opdi yuzbadi deb Xitoy Uyg'urlardan yani o'ch oldi. Vatandosh. Bu maqal bu leksiya mundaq boshlandi. Birleşken Devletler Teşkilatı'nın yani bir organ komiteti Cungo hükümetinin mustamlik Uyg'uriston nazarband qilingan kishilarni türmeden qo'yib berishga haydakchilik qildi. Hamda doiralarning ziyonkashlikka uchrag'uvchilarga төлем to'lab berishini talab qildi. Reuters xabar qilib bundaq ko'rsatdi. Birleşken Devletler Teşkilatı Kişilik Hukuk yuqori darajalik valisi Michel Bachelet'ning 8 ayda hukukdan ayrilish oldida e'lon qilgan Şinjan Kişilik Hukuk dokumentida mundaq ko'rsatildi. Uyg'uriston Kişilik Hukuk dokumentida mundaq ko'rsatildi. Cungo Şinjan rayonida, yani mustamlik Uyg'uristonda Uyg'urlar ve başkalar qaratgan siyosatda insoniyatga qarshi jinoyat sodir qilgan bo'lishi mumkin deb ko'rsatildi. 18 nafar a'zodan tarkib topgan Birleşken Devletler Teşkilatı'nın bir organi, yani Qonunchilik Komiteti 11 ayning 24-kuni bayonot e'lon qilib, Cungo hükümetinin islahat tedbirlerine tüzüp çıkıp nazarband qilingan Uyg'urlarni türmeden qo'yib berishni ve ziyonkashlikka uchrag'uvchilarga төлем to'lab berishni talab qildi. Birleşken Devletler Teşkilatı'nın bu komiteti 1965 ma'qullangan har qanday shakllik irqiy kamsitishni bekor qilish xalqaro ahdinamizga amal qilindimi yo'q qarallik tekshirib turadigan komitet edi. Bu ahdinoma 180 davlat imzo qo'ygan, jumladan Cungo Xalq Cumhuriyeti hükümeti imzo qo'ygan edi. Bu komitet Şinjan'da, yani mustamlik Uyg'uristonda kişilik hukuk ahvoli yaxshilanmaganlikdan bu komitetning taklif berishni qaror qildi. 11 ayning 24-kuni e'lon qilingan bayonotga asoslanganda Birleşken Devletler Teşkilatı'nın bu komiteti Cungo hükümetinin Şinjan'da, yani mustamlik Uyg'uristonda boshqarish ve devlet bexatarligi, zo'ravonlarga qarshi turish ve asonlik millatlar huquqi to'g'risidagi qonunlarni umumyuzlik tekshirib, har xil shakllik irq kamsitishni bekor qilish, xalqaro ahdnomasiga umumyuzlik amal qilishni kapolatga ega qilishni chaqiriq qildi. Ot apte Urumchida qandaq ahvol yuz beribdi vatandosh, solishtiring.